inson deyishga til ojiz bunaqa razil mavjudotlarni. To'g'risida mavjudot bo'ldi, boshqa gap yo'q. Nahotki kar soqovligi bor, nogironligi bor taksisti ustidan mazax qilib, kulib, haqorat qilib ketib, yana uni videoga olib ijtimoiy tarmoqqa joylash qanchalik to'g'ri? Bularga chora ko'radigan insonlarning o'zi topiladimi? Qani aytinglar-chi, fikringizni kommentariyada yozinglar. Bu qanchalik to'g'ri qilgan ishligisi? Men bu videoni ko'rib asabim tamom bo'ldi, to'g'risi bori. Nahotki kar soqov, nogironligi bor taksist sidena orqasiga yozib qo'yapti, men kar soqovman, eshitmayman, gapira olmayman deb shu insonni ham ustidan kulib ketishyapti. Suf bunaqa insonlarga. Qonim qaynab ketdi, to'g'risi. Ey eshak miya. Haqiqatdan eshitmabdiki. Taksi haydagan o'g'li hayda mashina. To'g'ri eshitib qolsa-chi. Kardek yozilgan-ki. Izlashdi, hech qolibman, Puh. Yeb. Hayda, taksi haydagan o'g'li. Ani.